Bu videoda iHerb приложениесida qo'shimcha daromad qilish sirlari va fishkalari bilan bo'lishaman. Videoni diqqat bilan oxirigacha kuzating va kanalimga obuna bo'lib qo'ying, sizdan chiqmasin. Buning uchun iHerb приложениесiga kiramiz va pastda turgan odamcha shakliga bosamiz. Pastroqqa tushib Sales and Offers ga bosamiz. Bu yerda biz skidkalarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni xarid qiladigan narsalar uchun qo'shimcha diskount, ya'ni skidka olishimiz mumkin. Bu yerda kodlari bilan ko'rsatilgan. Birma-bir ko'rib chiqib, o'zingizga mosini tanlab olishingiz mumkin. Misol uchun, umumiy xarid summasi $60 dan oshsa, iHerb 10% chegirma beradi. Bu chegirmani olish uchun xaridni tugatayotganda oxirida kod degan joy bo'ladi. O'sha joyga kodni kiritish kerak bo'ladi. Endi iHerb'ni ikkinchi fishkasini tushuntiraman. Bu yerda My Rewards degan programma bor iHerb'da. Ya'ni iHerb har bitta sotib olgan mahsulotingiz uchun otsev yozishni so'raydi. Agar siz otsev yozib bersangiz, har bitta otsev uchun $1 dan hisobingizga pul tashab beradi. Ekranda ko'rib turgan $23.93 summa bu men sotib olgan mahsulotlarimga yozib bergan otsevim uchun iHerb menga to'lagan summa. Hozir reviewni qanaqa qilib yozishni ko'rsatib ketaman. Buning uchun My Reviews degan joyga bosib kiramiz va ko'rsatganimdek qilib har bitta mahsulot uchun otsev yozib chiqamiz. Reviewda nima yozish mumkin? Mahsulot sizga yoqdimi? Nimasi bilan yoqdi? Shular haqida qisqacha qilib yozib qo'yasiz va yulduzcha berilgan 5 ta o'zingizga ma'qul kelgan sondagisini belgilab qo'yasiz. Keyin pastdagi Submit knopkasiga bosamiz. Endi Rewards bo'limiga o'tib, hisobimizni tekshirib ko'ramiz. 24.93. Haligi hisobimizga yana $1 qo'shildi.